Assalomu alaykum hurmatli To'qilov mer YouTube kanali kuzatuvchilari va obunachilari. Aziz sizlarga yetib qolaman ekran qarshisiga yaqinroq kelib o'tirib olinglar, chunki bugun sizlar bilan blogerlardan juda ham qattiq shartlar bilan azoblaymiz. Azizlarim, ichadigan choyinglar bormi? Chipsinglar bormi? Har bittasini olib kelib olinglar oldinglarga, chunki bu juda ham qiziqarli shartlar bo'lib o'tadi va bu videoni ko'rishdan oldin bitta ekranga like bosib, obuna tugmasini bosib qo'ysanglar juda ham xursand bo'lamiz. Qani bo'lmasa mehmonlarni taklif qilamiz. Xo'sh azizlar, birinchi mehmonimizni biz taklif qilib olamiz. Bu Azimchik Wines. Yaqin assalomu alaykum. Va alaykum. Hojot, yaxshimlar xabar? Rahmat. Ko'rganda ham xursand bo'ldim, ko'rsatmayman. Chotki. Let's go. Tayyormisiz hamma shartdagi? Hammasiga tayyor. Ikkinchi mehmonimiz bo'lsa, hamma PUBG ukalarimizni sevib tomosha qiladigan Skill o'zibi. Yana bezovta qilishyaptimi? Mana bitta shossan aybo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysiz? Kim bezovta qilyapti? Aka, kimni sochini olib qo'ydi, brat? Mana uka. Raqibim, bugun meni raqibim bo'ladi-da. Tayyormisan bugun uka? Tayyorman. Yorasanmi? Yoramiz. Bo'ldi uka. Ko'ramiz. Endi bo'lsa, 3-ishtirokchimizni taklif qilamiz. Bu Javron. Tezroq haydamaysanmi? Voy. Let's go. O'yinimizning qonun qoidasi bolalar. Har bittadan 30 dan tuxum beraman. Faqatgina har bitta odamga bittadan tuxum sotish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Xo'p. Tushundinglar? 10 ta tuxum sotishingiz mumkin, faqatgina bitta odam kelsa, agar 10 ta olaman ukam, ber 10 ta tuxuming deydigan bo'lsa, agar bo'ptoga sotaman deysizlar, faqat topishmog'im bor deysiz. Agar kelsa, xullas, o'sha javob bersa, agar 10 ta odam faqat bitta odamga sotish imkoniyati bor. Kimni puli oxirida ko'p chiqadi, shu yutadi. Qani bo'lmasa sizlarga omad tilab qolaman. Omad. Xo'sh azizlar, bu hali ketdi boshlang. Azizlar, kim yutadi deb o'ylaysiz? Azimmi, Jo'ronmi yoki Ibrohimmi? Har bittalarda kommentariyada mana shu yozib qoldiringlar video ko'rishdan. Kanalga bitta like bosib, obuna bo'lib qo'yishni ham unutmanglar. Qani bo'lsa har bittaga omad. Demak, o'rtoqlar, men tuxumlarimni sotishim uchun Toshkent Cityga keldim. Ko'ramiz, kim nechta olar ekan va sota olarmikinman shu yerda hammasini. Let's go. Xo'p, men Drushbekka kelganman. Hozir sizlar bilan mana shu 30 ta tuxumni bittama-bitta 100 ming so'mdan sotishga harakat qilamiz. Azimchik akaga ham, Javlon akaga ham haqiqiy победитель kimligini ko'rsatib qo'yaman. Ketdi. Demak, men hozir odam qidiryapman. Tuxumimni oladigan. Hammaga ham sotib ketaverganda, chunki normalniy tuxumlar, qimmat tuxumlar. Shuning uchun hozir kim bor ekan? Hozir ikkita qizni ko'rdim, o'shanga sotishga harakat qilib ko'ramiz. Qizlar, assalomu alaykum. Men tuxum sotaman-da, tuxum olmaysizlarmi? Bitta donasini olinglar, bitta odamga bittadan sotishim kerak, shunaqa shart berilganda. 30 ta tuxum, 30 tasini endi sizlarga sotmayman, har bitta sizlarga o'xshagan bitta-bittadan sotsam tezroq ketardim-da. Olasizlarmi? Nechta? Okey. Boshlanishi yomon bo'lmadi o'rtoqlar. Kayfiyatim zo'r. Men bundan keyin tuxum biznesi bilan shug'ullanaman. O'zimning fabrikam bo'ladi. 10 mingga olasizmi, 10 mingga bo'lmasa? Wow, 10 mingga oldilar o'rtoqlar. 10 ming balansda. Men uje o'ylayapmanki, hamma tuxumlarimni sotdim. Sizlarga kattakon rahmat. Xursand qildinglar. Kun issiqda sal yoqmayapti o'rtoqlar, to'g'risini aytsam. Pul topish oson emas ekan. Oson emas ekan. Do'stlar, biz yetib keldik o'z manzilimizga. Tuxumlar bilan birgalikda. Let's go. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchaysizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Tuxumlar bor edi aka, olmaysizlarmi? YouTube'ga syomka qilamiz edi, tuxum sotishimiz kerak, tez. Ha, olamiz. Olasizmi? Nech puldan olasiz aka? 5000 mi? Davay. Bor baraka. Tanlab olasizmi yo hammasi bir xilmanmi-chi? Mana aka sizga. Bitta tuxum. Plastiver kerak bunga. Yo, bismillah. Mana aka. Hamma kattakon. Yordam qilganingiz uchun. Rahmat, charchamaydi. O'rtoqlar, bizning kassamizga 5000 so'm qo'yildi. Let's go, davom etamiz. Kel ukajonim, kel. Qalaysan? Yaxshimisan? Sonlaring yaxshimi? Isming nima? Shahruz. Shahruz. Filmomi? Yo'q.
Puling olmasa ketaver. Assalomu alaykum. Xorbeylar, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Xorbeylar, sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamaysizlarmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Xullas, YouTube'ga syomka qolmasa-da. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Hozir. Bir minut qol. Bizga 29 ta tuxum qoldi. Buni sotishimiz kerak. Nima qilib bo'lsa ham bugunning o'zida. Nech puldan ola olasizlar? Qo'lingizdan kelgan pul bo'ylar. Bitta berasizmi 10 mingga? 10 mingami? Давайте. Sizdan olasizmi? Yo'q. Hammanglar bitta-bittadan olsanglar juda ham barakali bo'lardi kunim. Bitta yetadimi? Bo'ldi, давайте. Tanlab oling mana. Bitta oqidan bor qolasiz. Qimmatroq. Let's go o'rtoqlar. Aka, assalomu alaykum. Videoga 1 minutga mumkinmi? Aka, qarang, 3 ta odam bilan men sopernichество qilganman-da. Mana shu tuxumlarni men qimmatga sotishim kerak. Nech pulga ola olasiz, aka? Xohlasangiz bir dona sota olaman faqat. Bir dona sotaman, aka. Yaxshimisiz, aka? Ha, cho'tkimisiz, aka? Zo'rmi? Kartadan, aka, karta bo'ladimi? Karta o'tadimi? Yo'q, karta o'tmas ekanda. Assalomu alaykum. 1 minutga mumkinmi sizlarni? 1 minutga? Xo'p, rahmat. Assalomu alaykum, aka. 1 minutga mumkinmi siz, aka? Yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Aka, hozir Shu odamlar so'rab turdim. Hozir menga 30 so'm bering, ularga 30 so'm bering. Kim qimmatga sotish? Bitta odamga bitta sotib olaman. Bir dona qolib makina qilamiz. yo sotib oling, aka. Menga yordam bergan bo'lardingiz. Aka, Короче, men buni sotib ola olasizmi? Bir donasini bo'lsa ham. 3 ta odam bilan sopernichество qolman. Hozir ulida ham 30 ta, menda ham 30 ta. Men hozir donasini qimmatga sotishim kerak, lekin bitta sota olayman. Nech pulga olasiz? 25 ming. 25 ming. Joyidami? Joyida. Shitirmi? Ketdi. Bering, aka. 25 ming. Bolalar pochim bor, bittasi. Bo'ldi mana 5 ming so'm bormi? Bo'ldi mana hech qanaqa tuxum olishmadi, lekin pul berishyapti, to'g'rimi? Aka, savob uchun rahmat kattakon. Короче, men ikkita sotdim, lekin ikkalaliga ham tuxumni olishmadi. Hozir 30 ming so'm o'sha pulim bor. Assalomu alaykum. Xo'rbek aka, yaxshimisiz? Salom. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchasiz? Xullas, men tuxum sotishim kerak. Bittasi 5 ming so'mdan, 30 tuxum sizga o'xshagan har bitta odamga bittadan sotishim kerak edi. Bitta tuxum olib qoling 5 mingga. YouTube'ga shunaqa shart berilganda aka. Olmaysizmi? Xo'p. Ani aka nima uyalib ketib qoldi. Xotin murshad deb o'yladimi? O'sha odamlarni sal o. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, charchasiz? Sonlaringiz yaxshimi? Ishlaringiz yaxshimi? Kayfiyatingiz yaxshimi? Xullas, aka, men tuxum sotishim kerak. 30 tuxum, faqat bitta odamga bittadan sotishim kerak. Shunaqa shart berilganda. Bitta tuxum olib qoling aka 5 mingdan. Katta narx qo'ymadim. Bo'pti, qanchaga olib qolasiz? Shart emas. Bo'ldi aka. Sog' bo'ling. Charchang. Tuxumlar bor, tuxumlar. Xullas o'rtoqlar, bilmayman, havo yaxshi-yu, lekin odamlarning kayfiyati yaxshi emasmi, bilmayman. Ili men kam odamlar bilan muloqotda bo'lganim uchunmi? Odamlar menga shunaqa ko'rinyapti, qanaqadir. Yoqmayapman men odamlarga. Bitta donasini nech puldan olib qola olasizlar har bittalar misol uchun? Siz bitta 10 mingdan olib qolasiz. Siz olasizmi? Siz ham olasiz, a? Можете проходить. Vau. Sochchi bunaqa bo'yamanglar qizlar. Qayerga qarayapti? Давайте bolalar, Abdushi mana jigarim, ismingiz? Jahongir. Jahongir mana radnoyim, yoshlikdan birga o'sgan og'aynim. Hozir bitta tuxumni mendan 10 ming so'mga olib qolmoqchi. Bu nerealniy narsa-da. Abdushi, mazza qilib pishirib yesangiz, bilasiz. Pulinglar bormi sizlarning tuxum? Yo'q, bular hozir ishlatib qo'ydim. Hozir ishlatdingizmi? Hozir ishlatmayman. Umuman yo'q, 1000 so'm. Qalaysiz? Mana nima bor? Yo'qmi? Yo'qmi? Let's go unda, davom etamiz. Ichiga nima bor? Ichida Tuxum bor, nima bilan? sen oldin tuxum yeganmisan uyda? Nima bo'lgan ichida? Hoppa, 5 ming so'm mana. Hoppa, yana 5 ming so'm, yana bitta tuxum. Let's go, rahmat. Haqqoniysizmi? Haqqoniysizmi? Originalmisiz? Originalmi? Originalmi? 2000 mi? Ol. O, barakasini bersin. Davay, kam yana. Ol yana bitta. Ana tuxum. Ha, pullarni bekitib qo'y. Kim bor yana? Hoppa, ana yana bitta xaridorimiz. Ol. Hoppa, ana kerasi uchun. Qana rasm. Ke. Hoppa, ana yana bitta ol ke. Ol. Ol yana. Amaki? Bitta ana tuxumlarni bitta rasmga tushay. Bo'ldi mana 10 ming so'mga oldilar mana. Ye, xo'p. Kerak emas menga. O, tuxumimiz qaytib keldi javarada. Ana oling. Hoppa, ana barakasini bersin. Ketdi. Bo'l, ol ikkita. Samarqand Tayloq. Let's go! 50 ming olsin ham. Bo'l, baraka o'rtoqlar mana. Bo'l. Hozir bolalardan qanaqa bo'lyapti savdo sotiq deb so'radim-da. Mana hozir videosini ko'ramiz bolalar.
Jalla aka, yomon bo'libdi mana bolalar hammasi, ha? Tuxum biznes avjida. Gap bo'lishi mumkin. Gruppa hammalada ishlar zo'r. Men bechara birinchi marta YouTube videoga chiqishim. Hop. Tuxum vashi sotilmayapti. Mana buni qarang, aka. Tuxum vashi sotilmayapti, shu o'tirib oldim, aka, Mamatga. Odamlar o'tib ketyapti, shu olishmayapti, aka, mendan. Tuxum savdo yo'q, qaroch, menga bilmadim nima qilish kerak. Mana. Cho'ta bolalar tuxumni sota olmayapti Ibrohim. Bitta sal o'yinimizni qilib ish qilamiz hozir. Endi bularning ichidagi eng kichkinasi Ibrohim bo'ladi. Ibrohimga borib men o'zim billa tuxum sotishga boraman. Endi oxirida keyin bizasfrida video nima bo'lishini ko'rasizlar. Endi ozgina o'yinimizni qilish kerak-ku. Davomini ko'rib kutib turinglar. Oy Ibrohim ukam. Aka, meni YouTube videongizni qiynayotganingizni qarang, hech kim olmayapti, aka. Sota olmayapsan. Sota olmayman, конечно, mana qarang. Mayli, Abdulla sekin sotib bo'lyapti. Men Ibrohimga hozir yordam bermoqchiman. Hech kim bilmaydi, yozib bilib sotib. Faqat video ko'rib oladi o'zi uchun. Bo'ldi. Buni hozir men sotishga yordam beraman. Qancha qimmat olsangiz men shuncha yutaman. Voy bo'ldi, 20 ming olasizmi? Mujik ekanlar, bor. Mujiksiz, brat. Qani? Addushi aka. Addushi aka, joningiz sog' bo'lsin, mana 20 mani. Mujik ekanlar, bratim bor. Erkak aka. Uje sotdi. Aka, sog' bo'ling, rahmat kattakon. Etonmanu, kim u? Azimchik, javlonmi, yutamiz donmanu, 20 mingdan sotyapmiz. Stolayman, nech pulga ola olasiz aka, donasini? Donasini 20 mingga bir dona oladi. 10 ta sotsam ham bo'ladi, shekilli? Yuzbam aka 10 ta olish. 10 ta. Paddeshga qarang, ukalarni. Bir marta aka. Aka, men mana sovib chiqayotgan bo'lasiz-da aka. 10 ta olasiz. To'shni. Bo'ldi. Savol javob sharti bor. Savol beradi sizga. Aka, faqat toping. Nima edi savoli? Savol nima edi? Qarang, nimani urmasdan ishlatib bo'lmaydi. Sindirmasdan. sindirmasdan. Ha, siz qarang, sindirasiz, keyin ishlata olasiz u narsani. Ungacha ishlata olmaysiz. Aka, toping va O'rtoqlar bizda savdolar avjida bo'ldi. Ani bolalarni ketkizib yubordik hammasini. Hozir yangi okrujenni topib, qolgan tuxumlarimizni o'shalarga sotishamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisizlar hozir? Xullas YouTube videomiz. Bolalar bilan kim ko'proq tuxum sotsa, qimmatroqga sotsa, o'sha odam yutadi. Bo'ldi. Menga 40 mingdan 20 ta berasiz unda. 20 zo'r bo'lardi, lekin aka 20 ta sota olmaymiz deymiz. Limiti bormi? Ha, limiti bor. 10 ta odam 10 ta sota olamiz. Maksimum faqat bitta savol beraman, o'shanga javob berishingiz kerak. Bo'ladi. Bo'ldi. Qani berib. Savolimiz shundan iboratki, 1 kilogramm paxta og'irmi yoki 1 kilogramm temir? 1 kilo paxta, 1 kilo temir. Toping aka. Menimcha teng-ku. Aka savdolarga Rahmat kattakon aka. like bosib qo'ying. Like bosib, patch bosib qo'yinglar hozir. Mana shu to'zdi o'rtoqlar. Let's go! Rahmat kattakon. Mana shu odamlarning boriga rahmat. Boriga shukr o'rtoqlar. Mana yana bitta odam shunaqa topsa, o'sha biz g'olib bo'lamiz. Let's go. Bitta tuxumni 5 mingdan olib qola olasizlarmi? Bitta tuxumda, bitta odamga bittadan sotishim kerak. Demay, hozir ikkita tuxum olasizmi? Men bitta odamga bittadan sota olaman. Demak, siz ham olasiz, to'g'rimi? Bular nomidan. Bular sizga pul berib turadi. Abdushi. Ismingiz nima edi aka? Husniddin. Sizga? Ne'mat. Husniddin. O, ye. İngiliz? Arab? Ya, qozoqcha. Qozog'istonlikmisiz? Yo'q, deyman u. Ha. Tilim aralashib ketib qoldi hozir. Ha, yo'q-e. Men ye deganingizga bir amerikalik. Ha, yes. Demak, o'rtoqlar, qarang, men sizga bir dona tuxum sota olaman. Nech pulga ola olasiz? Farqi yo'q. Rahmat aytmaysizmi? 5 ming. Voy, aka, rahmat kattakon. Nech pulga oladi? 5 mingmi? 10 mingga oling. Yo'q, 5 mingga olaman. 10 mingga oling. Yo'q. Savdolashaylik. 10 ming so'm oling. 7 ming beraman. 7 ming bo'ldi, davay sotaman. Nechta olasiz? Bitta. Bir dona sota olaman. Bo'ldi. Yo'q, qayatilmagan bu. O'qitilgan. Voy, pullari ko'p ekan, 10 mingga ham sota olaman. Qoplim yo'q. Voy, rahmat kattakon. Voy, sizga rahmat, menga yordam berdingiz. 7 mingga, mayli mana. Ketdi, aka. Mayli, 7 ga ketdi yana bitta. Rasmgami bo'ldi. 3 ming so'mga bonusga rasm ketdi. Biz YouTube videomizda biz tuxum sotdik mana hammasini 100 mingdan ham sotdik, 2 mingdan ham, 5 mingdan ham. Hamma vijdondan olyapti. Ikkita tuxumimiz qoldi. Nech puldan ola olasizlar sizlar? Bittasini 10 ming olsak bo'ladi? Bo'ladi. Bitta odam faqat bitta ola oladi-da.
bu qanday challenge-mi? Ha, challenge YouTube'ga. Sizni kuzataman. Rahmat kattakon. Rahmat. Rozi bo'ling. Charchamang. Endi ta'zim tushib berasiz. Bo'ldi, обязательно keling. Qancha ko'proq sotsak, biz shuncha yaxshi bo'ladi, yutishimiz ko'proq bo'ladi-da. Bizdan ham o'zingiz nechta piyola olasiz? Oxirgi tuxumimizni. Bu pishganmi bu yo'q? Yo'q, pishmagan, ha. Chiram boshiga yoramiz. Mayli, 10 ming beraman. 10 mingmi? Bor baraka mana. Oxirgi tuxumimiz ham xaridori aniq bo'ldi. Ishlaringizga rivoj, charchamang, sog' bo'ling. Baraka. Bo'ldi. Bizani tuxumlarimiz o'z nihoyasiga yetdi o'rtoqlar. Menimcha, ana okadan keyin biz yutdik-ku. Ha? Ular menimcha 100 mingdan sota olmasa kerak. Mana, barakasini bersin. Bitta olib qo'ying ishlarini. Bir kunda shundoq pul, ha? Ertaga ham tuxum sotaman men bunda, ha? Let's go! Qizlar, assalomu alaykum xormanglar. Assalomu alaykum. To'xtang. Voy. Xudoyim. Bunchalik sharmanda bo'laman deb o'ylamagandim. Lekin baribir sotaman hozir hamma tuxumlarimni. Hozir bir so'kish eshitamiz. Assalomu alaykum. Xonlar xormanglar, yaxshimisizlar? Yaxshi keldinglarmi? Charchayapsizlarmi? Xo'sh, endi menda bunaqa savol. Menga ko'rsatuvda shunaqa shart berilgan. Bu yoqda tuxum, bitta tuxumdan bitta odamga sotishim kerak. Va ularni misol uchun xohlagan narxiga olib qolishlari mumkin. Xohlasanglar 5 ming, xohlasanglar 3 ming so'm, xohlasanglar 10 ming so'm, xohlasanglar farqi yo'q. Bizga YouTube platformasiga chiqadi. Hamma ko'radi uni. Ko'pchilik kuzatadigan platforma. Hop, olasizlarmi? Olamiz. Qanchaga olasiz bitta tuxumni? Bitta tuxumda Ko'paytiringlar endi. 5 mingga. 5 mingga bitta tuxum olasiz, bo'ldi. 5 mingga bitta tuxum sizga sotildi. Ismlaringiz? Zamira. Zamira, onajonimiz bitta tuxumni 5 ming so'mga xarid qildilar o'rtoqlar. Siz ham olasizmi buvijon? 5 mingami? Olaman. Ana, ismingiz? Shahzodaxon Hojona. Ana Shahzodaxon Hoji onamiz bitta tuxumni 5 mingga olib qoldilar. Yes! Siz olasizmi? Men ham olaman. 5 mingga? Bo'ldi. Ismingiz? Sanobar opam 5 mingga oldilar tuxumni. Kattakon rahmat. Siz olasizmi buvi? Ular olganda men olmayman. Albatta, ismingiz? Ro'zixon onamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ana, rahmat kattakon. Niyatimizga yetkazsin. Ana, Shopir akam oladilarmi yo'qmi? Shopir akasi olib qo'yadi. Ana 5 Shopir akam olib qoldilar. 10 mingga ketdi. Ketdi aka. Ketdi mana. Ketdi mana. Akajonim hurmatingiz cheksiz. Rahmat kattakon. Aka sog' bo'ling. Xo'p bo'ladi. Bo'ladi aka, ketdi. Sizga bonus aka. Nech pulga ola olasiz? Qancha? 10 ming. Bo'ldi, sotdim aka. Mana. Voy. Qabul bo'lsin. Voy 10 mingga oling. 10 mingga soting. Bering bir dona. Voy 5 mingga oldilar. Rahmat kattakon lekin. Voy yana o'tdilar. Voy yana rahmat. Biz yurib turishmadan Magic City tomonga kelib qolamiz. Endi to'g'risida sal qiyin bo'ladi. Sotish shartlari qanaqa bo'ladi? O'zing fikring qani? Aka, men o'sha nechta 20 nechtadir yo'q 20 ta emas, 10 nechtadir sotdim aka. Gap bo'lishi mumkin. Lekin soqqani doda qilib tashladim hali hisoplaganimiz yo'q. Hisoplamadik. Oxirida men bilan birga edi. Hali bolalar bilmaydi. Men addini kirgizib olaman. Men o'zim addini mashinani tushib. Oxirida hisoblaymiz. Hozir endi Ibrohimga qilamiz, Ibrohimga. Uka to'yiga. Hozir. Alo. Ibrohimboy. Labbi aka. Savdolar qalay bo'lyapti? Savdo yo'q aka. Bir tiyin pul yo'q onasining. Ha, prosta borib qarashib yuboraymi, biza tugatib bo'ldi-da. Voy yo'q. Ha, borib qarashib yuboraymi deb o'tdim shunga. Berib ketdi bo'pti. Voy aka, ko'p gapirasiz. Aka, ishoning, men hali kameram kelmadi. Hozir kameram keladi, men endi boshlayman aka. Minutingizni hisoblab oling, rekordingizda 2 minut aka bering menga. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Omadinglarni bersin. Bo'ldi aka, siz ham savdoyingizni bergan bo'lsa bo'ldi, Allohning. Rahmat kattakon. Tarjimanglar. Xo'p bo'ladi. Kutaman aka, kutaman. Ehtiyot bo'ling. Bo'ldi aka. Hop. Ehtiyot bo'ling aka. Yuzi qizil. Charchamanglar o'rtoqlar. Endi ular qanaqa savdo qilyapti men bilmadim-ku. Pamoyim bizaniki yaxshiroq bo'ldi deb o'ylayman. Agar video sizlarga yoqayotgan bo'lsa, hozir shu o'zda like, comment и qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yish esdan chiqmasin. Podpiskani tashlab qo'yinglar. Keyingi videolar chiqishini kutib o'tirmaysizlar. Let's go! YouTube'dan menga shart tushgan jigarlar. Mana shu bitta tuxumni bitta odamga sotishim kerak. Yo'q, mana bitta odam bitta tuxum ola oladi-da. O'shaning uchun men qiynaldim. Bo'ldi. Ismingiz?
Ali ekan, mana hozir bitta tuxumni 20 mingga oldi. Butun ko'rsatuv bo'yicha eng qimmat bitta dona tuxum olgan odam Ali ekan bo'ldilar. Ko'ryapsizlarmi? Qanaqa seryoz odamligini? Shuning uchun bitta tuxum Ali ekamga. Abdush aka. Siz? Xudoyberdi ekan, mana 10 ming. Yomon emas. Bitta tuxum uchun 10 ming bu 10 mingga misol uchun mahallada nechta tuxum olasiz, to'g'risini ayting. Hozir yo'q, 3 ta. 5 ta. 5 ta tuxum oladilar-da. Chista mani hurmatim. Mana shu akam qiynalmasin, quyoshda yurmasin deb 10 mingga bitta tuxum olibdilar-da. Abdush aka, rahmat. Bomi yana oladigan mart. Поддержкаga farqi yo'q, mayli. Давайте qancha summa bo'lsa ham. 5. Soqqalar. 5 ming. 5 mingga mana akam ismingiz? Ozodbek. Ozodbek? Ozodbek akam bitta tuxum oldilar. Voy, men realniy qutqardinglar. Bomi yana jigarsiz. Ради контент, Ради контента. ради поддержка. Ради поддержки. Ну, ради поддержки, ну, тогда вот. О, bitta tuxum uchun 30 ming berasizmi hozir rostmi? Да. Ismingiz nima edi? Afzal Shoh. Afzal Shoh? Shunaqa seryoznimisiz? Ради контента. Ради контент. Instagramdagi nikingizni ayting mana obunachilarga. Abdullayev. Abdullayev 07 ga obuna bo'lib qo'yasizlar, tushunyapsizlarmi? Mujik, достойный, чувак, конкретный парень. Ha, bermadimmi? Okada 3 ta bo'ldi. Yaxshi, Abdushizga rahmat. Xo'sh, demak o'rtoqlar, meni savatimda 16 yoki 15 ta dona tuxum qoldi. Undan qolganlarini sotib tashladim. Lekin где-то kelganimga 4 soat bo'lgan bo'lsa, uje men charchadim, oyog'imda oyoq qolmadi. Uje odamlarni ham ko'ziga yomon ko'rinib qoldi. Mana shu bitta bola tuxum sotib yuribdi, haydanglar deb. O'shaning uchun men balkim yo'q, menimcha taslim bo'lmadim. Endi yo'ldan chiqqan odamga sotishga harakat qilaman yana. No, uje bu yerda qanaqadir odam qolmagandek tuyuldi menga. O'shaning uchun biz пока что boshlagan joyimizga qaytmoqdamiz. Kuzatib boringlar. Faqat qimmatroq olishingiz kerak-da, aka. Men yutishim uchun. Meni поддерживать qilgan bo'lar. 14 mingim bu. 14 ming. Hammasini berasiz. Bo'ldi, davay. Qanaqa mujik odam. Voy, mana 15 mingga onasini yemsan, aka. Qanaqa mujik odamlar bor, davay, ketdi. Mayli, 5 mingga sotaman, mayli, sotdim. Sotdim onasini yemsan. Mana. Aka, sog' bo'ling, rahmat. Nechta qoldi? Xo'p, tuxumimizni 4 ta, 5 ta, 6, 7, 8, 9, 10 ta qoldi. 10 tasini sotsak bo'ldi. Meni поддержка qilgan bo'lasiz yutishim uchun. 10 mingga. 10 mingga bo'ldi, kelishdik, aka. Mana. Aka, mana mushina. 10 ming, yana, o 20 ming, ketdi mana. Ketdi mana. Voy, aka, oling. Gap yo'q, bittada o'tdi, ha? Bitta sotib oling. 20 mingami? Bo'ldi mana. Mana, voy, rahmat kattakon. Meni yutishimga katta podдержка qildik, rahmat, eslab qoldim. Voy, 20 ming, voy. Mana. Davay, ketdi. Qimmat olishingiz kerak faqat. 50 ming bo'ladimi? Ish bor. Ko'taring, aka. Ko'taring. Naqd otgan shumi? Yo, 10 ta ham sotdik, keyin 10 ta sotdik-da, aka, 100 deng. Aka. 50 bo'ladi. Mayli, aka, mana. Kerak Bering, aka. Jek, 2 ta. Aka, rahmat kattakon ishlaringizga omad. Rahmat. Sog' bo'ling, aka. Aka, nima qilasiz tuxumni? Короче, hayotga keldik bolalarning oldiga. Hozir Azimdan so'raymiz, sotganmi, qanchaga sotdi, nima? So'raylik chiqaning. Xo'p, tuxumlaringizni sotdingizmi? Hammasi sotildi. Qanaqa qilib? Savol javob qildi-ku, keyin medikda 10 ta jami bola yig'ilib qoldi. Hammasiga bu bilaman, uyushtirib olgan bu. Stories qo'ygan, kelinglar mana shundan поддержка qo'yinglar degan. Bu men mameta ter to'kib odamlarga real. Samarqandlik bolalar podдержка qo'ydilar, Samarqandlik bolalar. Okey, Samarqand, Samandarni ko'rib qoldim mana Samarqand deganingizga. Bugun bu Samanda, yo. Bu kuyov bola hozir o'zimiz og'aynimizga, o'zimiz kurudagi bolaga o'tkazishga harakat qilamiz. Nima sochsan menga? Nimaga? Yo, to'xta, eshit, qara. Tuxum bor edi degan qo'y. Yo, mayli, yo, tuxum bo'lsa ham, mayli, uylanyapsan, to'g'rimi? Ular tuxum kerak bo'ladi, to'g'rimi? Qaraman, o'zi 16 ta qoldi. 16 ta qoldi. Qolgan bo'lsa, endi podдержка qor. Azimni ko'ring, hammasini sotyapti. Azimdan ko'p pul so'ramayman. Biz mana tuxum sotib olish kerak. Hozirda nech puldan? 50 so'mdan? Yo'q, 50 so'm endi yoshli paytimizda bo'ladi. Ha? O'zing buqa yetgan narsa berolsang agar, chista podдержка sotadi. Savol beraman, o'sha savol topib olsangina ko'proq tuxum. Mana shunaqa sharti bor ekan endi menga nima desa. Hozir mana o'sha savolni aytaman senga. Agar sendan bitta tuxum sotib olsam, keyin yana bitta tuxum olsam, shunda nechta tuxum olgan bo'laman? Bitta tuxum sotib olsang, yana bitta tuxum olsang. Nechta bo'ladi? Nechta tuxum olgan bo'laman sendan? Xo'p, boshqatdan. Agar men sendan bitta tuxum sotib olsam, keyin yana bitta tuxum sotib olsam, shunda nechta tuxum sotib olgan bo'laman? Ikkita? Tuxum shunda bitta tuxum sotib olasan. Bitta tuxum sotib olaman. Keyin yana bitta tuxum sotib olaman.
Shunda men sendan nechta tuxum sotib olgan bo'laman? Ikkita? Ikkita. To'g'ri. Xo'sh, azizlar, mana Jo'lan ham, Azim ham, Ibrohim ukam yetib kelishdi. Endi kim nech pul topganini bilmayman-ku. Sekin bitta hisoblab olamiz. Kimdan boshlaymiz birinchi bu? Mendan hisoblaylik. Ha, boy o'tdi. Eslatib keladi ko'pladi. Hisoblaylik. Mana o'zingiz mana sudyani o'zi hisoblaydi. Manmi? Sudya. Tabarruni. Qani? 200 250 Qarchi 465 470 489. Qarsilar. Endi qani? maniki. 10 ming, 12 ming. Mana ushlabdir uka, odamni gapirib olamiz. Kommentariylar ko'payganmi? Qani? 1 2 3 4 480 80 486. Nech bo'ldi? Voy, menda 489 yil. 3000 ko'p. 3000 ko'p. 3000 ko'p. Sensatsion nimamen? 3000 so'mga shu. Qanaqa lekin hozir bilan. Qani? Mana bunikida. Qani hisoblayman. Manga qarangda, bolalar gulini qo'yyapti. Bankda ishlashganmi deyman. Men adashib ketishmasin deyapman-da. Bo'ldi. 1 2 3 4 200 ming bo'ladi. 200 ming, 220 330 240 250 160 Bo'ldi. 3 4 5 370 373 ming. 370. Ha, bizlar. Endi bolalar bir ovozdan g'olib. Skill o'zida tabriklab qo'yamiz. Qarsanglar uka jonim, kam bo'lsa ularga. Men bilan Mushik. videolarda qatnashaman. Bilaman. Azizlar, yana bir marta aytib o'taman, agar YouTube videolarimda mana shunaqa ishlar ko'p bo'lishini xohlasangiz, kanalga podpisan bo'lib, layklarni bosib, do'stlik bilan qo'yib, isto'rlar qo'yib. Jo'lan aka. Akajonim, keling. Aka mikrofoningiz. Yo, oling aka buni. Oling. Aka, men to'g'risini aytaman. Bizda ozgina narsalar bo'ldi-da. Ozgina o'rtaga intriga kiritamiz. Nima deganda, borib Shahakam Azimdan 10 ta tuxumni sotib oladilar. Men hozir Shahakam pul beraman, chunki Azim Shahakamni tanimaydi. Ko'rmagan hayotda. Shahakam boradilar, 10 ta tuxumini sotib olaman dedilar. Savol javob bo'ladi yo'q, bilasizlar har doimgidek shartlarda bor. Ish savol javobga javob berib 10 ta tuxum olib ketasiz aka. Men pul olasiz. Hozir Azim uka, kasal bo'lma. Yeta, 400 mingga 10 ta tuxum olgan bo'larmidinglar? Kommentariyga yozib qoldinglar o'zingizlar. Mana aka. Menga 40 mingdan 20 ta berasiz unda. Vo. Na pulni men oxirgi marta ko'rmadim. Bitta sal o'yin biziqli ish qilamiz hozir. Endi bularning ichidagi eng kichkinasi Ibrohim bo'ladi. Ibrohimga borib, men o'zim billa tuxum sotishga boraman. O'zi haqiqatdan yutgan odam siz edingiz, aka. Yo, aka mana realni, aka. Men mujikman, tan olaman, aka, siz yutdingiz realni. Siz yutdingiz, aka, realni. Men videoni ko'rdim, en chestni o'ynagan odam siz ekansiz, aka. To'g'ri, bizga poddeshka bo'ldi. Mujikga bo'lmadi, aka. Abdushi, tabriklaymiz. Bunaqa xijolat qilmang. Ya men bilardim siz. Endi buni shiri nima deydi? Men bilardim siz. Bo'ldi. Aka, rahmat senga. akam. Chestni bolaliging uchun. Abdushi. Men bir mashina berolsam deb o'ylaman buni. Yo, aka, ichida mashina bor lekin. Qarang lekin, ochib ko'rdingizmi? O'rtoqlar, men endi bilmayman bular qanaqa qilishdi. Men bularni ham yomonlamoqchi emasman. Men qo'ldan kelgancha sotishga harakat qildim o'shaning uchun. Qo'ldan kelgancha yaxshilamaslikka ham harakat qilyapman. Ha, o'zini fikri. Rahmat kattakon sizlarga. Videoga like, podpiska, obuna bo'lib qo'yinglar. Qo'ng'iroqcha bosib qo'yinglar. Ding. Rahmat o'rtoqlar sizlarga. Senga ham rahmat. Let's go!